Hey yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Karol Gaming. Biz ushbu videomizda sizlar bilan sezon pas ochamiz va u bilan birgalikda mana Lionel Messini full qilamiz. Bu videoni ancha kutgan bo'lsanglar kerak, chunki menga coach yetishmagani sababli ancha video kech qolib ketib qoldi. Mana coachni ko'rishinglar mumkin. Точно 80 ta bor. Yetmasa bir olmosmi, qizil playerlarda dinamiklarni sotamiz va shunaqa. Hozir mana 7 ko'paygan 2, 14 ta bundan 66 ta bilan o'sha 80 ta bo'ldi. Hammasini ishlatsa full bo'lib ketsa kerak, ko'nimdan ko'p ketib qolsa ham kerak, aniq emas u yoqqa ona. Sekin biz videoni boshladik. Birinchi bo'lib biz sezon pas ochishdan boshlaymiz. Bismillah, ket. Shu parol so'raydigan bo'ldi-da. Navbat to'sib qo'yaman. Kap kutdi. 5-sezon pasimi, 6mi, 5mi, shunaqa bo'lsa kerak. Sezon pas mana hisobga tushdi. Hamma bilsin yo'ganini. Klan ham hozircha yaxshi ketyapti. Birinchisiga uni olish kerak, tangani olib qo'ysak, qolganiga olmos solamiz. Chunki Valverde kelsa olmosga pulflash jarkada. Tex olamiz begina. Fitness olamiz. Bu yerdan ham olmos, bu yerdan vrach. Bo'ldi, endi bu yoqni o'ynasam beradi. Endi missiyalardan ham olsak. Bu yerdan stop qilsak. Xudo xolasa keyingi video sizlar bilan biz Vitinha bilan maytda Valverde bo'ladi. Ashundan kuchaytiramiz. U bilan birgalikda klassik playerni ham shu videoda ochamiz. U kim tusharligini bilmadim ama voy. Bilmadim, ashkina kim tushishini o'zingizlar ko'rasizlar. Oz qoldi, bugun olmoqchidan endi ko'p narsa bo'lib ketar ekan. Shuning uchun keyingi videoga olib qo'ydim. Endi sekin Messini kuchaytirishni boshladik. Birinchi pas statistikalarini kuchaytirib olishimiz kerak. Speed, staminani 90 plus qolish kerak. Speed, stamina. Pas. Acceleration. Hozir acceleration, pass. ikkitali beramiz ekan. Acceleration, pass. Endi ikkitalik, uchtalik. Shoot, pass. Voy, bittali beramiz ekan bunga ham. Shoot, pass. Speed stamina qolib ketib qolsa yomon bo'ladi ama. Shoot, kun, voy. Shoot, kun. Tezlanish, pass. Speed bo'pti, beramiz endi. Speed 83.9 oldu.
chiqib ketyapti. Staminani shot pas. Yo'q. Staminaga berish kerak ekanda. Stamina shot pas. Ha, bo'laveradi. Pas darajasi 100 bo'ldi. Acceleration con Ohohoy. Shot con Voy. Shot con Voy. Hozir shot bilan pastidan uch chiqib qoladi-yu. Stamina con Voy. Test stamina. Yo'q. Stamina con 600 chiqmasa bormi? Stamina, acceleration, speed zo'r. Bo'laveradi hozirga. Tez speed, shot, speed, acceleration. Yaxshi. Hozircha yaxshi. Shotga, staminaga, acceleration. Shot va acceleration full bo'ldi. Hozircha unchalik yaxshi emas. Con, stamina, speed zo'r. Уже 400, bitta 90, bitta 88 bo'ldi. 88 u 9. Speed, stamina. Kim sotamiz endi? Buni qanchaga qaytsa bo'lar ekan? 108 degan. Speed, stamina. Yaxshi. Speed, stamina. Yana ikkitali berish kerak ekan. Kubo Williams Storms bo'ladi endi shu bilan. Speed, stamina. Xudoga shukr, chiqargan. Hali yana 5 ta plyus oladi. Bo'pti, beraveraylik-chi. Yaxshi. Bemalol ekan. Stamina, speed, steroid. To'qson 98 bo'ldi. Speed, steroid, stamina. Ketdi.
stamina chidamlilik darajasi ham 100 oldi. 500 chiqdi hozircha. Speed stare. Oy. Ishonmagandim boru. 600. Bo'ldi faqat stare. Oy. Full bo'ldi-yu. 806 plus. Zo'r. Başdan bitti. G'alabam bitti. Ko'josh bo'ldi. Endi mayli Vini deb qo'yamiz, mayli Mbappe deb qo'yamiz. O'ng qanotga Salah bor edi. Ikkita bo'ldi endi. Endi biz turib Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kim endi bu? Bo'pti, ko'rib qo'yishim kerak. Sal ko'rinishim yaxshi ko'rolmadim lekin. Ball control 83. To'p nazorati. Ikkita hujum bor, pas 92. Federico Di Marco. Ay, yaxshi bo'laveradi. Sizlar bilan Karol Gaming bo'ldi. Sog' va salomat bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha.